Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Ramzani muborak bo'lsin. Ro'zida tutgan ro'zanglar, qilgan niyatlaringlar qabul bo'lsin. Men ota-ona roziligi, Alloh roziligi estafetasini Zuhriddindan qabul elib, onamni rozi qilmoqchiman. Yaxshi kunlarda ota-onalarimizni rozi qilib, kechirim so'rashni unutmaylik. Ketdik. Assalamualaikum. Yaxshi kun, yaxshi aylarda meni mushkilga chiqqan xatolarım bo'lsa, qilgan gunohim bo'lsa, mendek aka bolalaringizni kechiring. Men sizga yaxshi ko'raman.